Jack Termiz avtosaloniga Jack X200 avtomobillarimizdan cheklanmagan miqdorda yetib keldi. Assalomu alaykum qadrdonlar, so'rashni esdan chiqarmaymiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Jack X200 avtomobillarimizdan cheklanmagan miqdorda yana avtosalonimizga yetib keldi. Bu degani nima degani? Hali ham bizning bonuslarimiz tugamagan, ya'ni 16.800.000 so'mlik chegirma hali ham mavjud degani. Bundan tashqari biz aksiya muddatini cheklab qo'ymaganmiz. Ya'ni siz hozir ham kelib 16.800.000 so'mga Jack X200 ni 4 xil turi bor. Bilasiz, 4 xil turdan xohlagan turingizni kelib xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari faqatgina 16.800.000 so'm pul emas, balki qo'shimcha qimmatbaho sovg'alar ham taqdim etamiz. Mana bunisi endi yangilik bo'ldi azizlar. Bugungi obzorimizda Jack X200 avtomobilini yana bir turini sizlar uchun alohida tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. O'tgan safargi videomizda Jack X200 ni bartovoy modelini obzor bilan tanishganmiz. Bu safar esa furgon modelimizni obzori bilan qisqacha tanishamiz. Ketdik. Avvalo sizga yuk tashiydigan maydonni aytib ketsam, ya'ni buni ichki hajmi 320 ga 176 bo'ladi. Bundan tashqari yana bir afzalligi, mahsulotingizni qanaqa holda yuklasangiz, buni devorlari shunaqa materialdan iboratki, xuddi shunday holatda o'z manzilingizga xotirjam, bexavotir yetib boradi. Ya'ni aynimaydi, achimaydi. Bundan tashqari bu avtomobilimizda qo'shimcha eshiklar ham mavjud. Bemalol ichida boshingiz tegmagan holda yuk harakatlana olasiz. Ya'ni yuklaringiz qancha baland bo'lsa ham to'lib qolmaydi. Bundan tashqari yana bir afzalligi, chiroqlari ham mavjud. Qorong'ida ham siz yukingizni bemalol tushirib yoki yuklashingizga osonlik bir yo'lini tug'diradi. Avtomobilimizning ichiga juda ko'pchilik qiziqadi. Avtomobilimizning ichi 9.7 kuba bo'ladi. Bartovoy Jack X200 avtomobilimizning old oyna tomoni, ya'ni spiraldan iborat bo'ladi. Bu degani yomg'ir yog'adimi yoki namgarchilik bo'ladimi, spiral uni bug'lanmasligini, parlanmasligini ta'minlab beradi. Buni ham inobatga olib. Salon holatini ham, ichkarini ham, tashqarini ham bittadan ko'rib chiqdingiz. Endi sizga aytadigan gapim, biz Jack X200 larni kimlarga tavsiya qila olamiz? Albatta, qaysi tadbirkorlarga, faqatgina tadbirkorlarga emas, balki katta firma egalariga ham bunday mashinalarni tavsiya qila olamiz. Bizdan birgina firma emas, balki ko'plab firmalar bizdan Jack X200 avtomobilini xarid qilishgan va o'z firmasi uchun bartovoy deysizmi, boshqa model deysizmi, ko'plab miqdorda xarid qilishgan. Bir kelganda 3 ta 4 topib ketishgan va shu chog'gacha bizdan norozi bo'lishmadi. Avtomobillarimiz zo'r ishlab kelmoqda. Buni isbotini pastda Instagram sahifamizga qarab ketamiz. Instagram sahifamizga kirib ko'rishingiz mumkin. Sizni ham umuman norozi qilmaymiz. Bizda bundan tashqari avto ehtiyot qismlar ham bor. Ya'ni Jack X200 avtomobilning har qanday modeliga avto ehtiyot qismlarimiz mavjud. Bu haqidagi savollaringiz bo'lsa, pastda kommentariyada shundoq yozib keting yoki biror bir Instagram, Telegram saytlarimizda alohida savollaringizni qoldiring. Biz har bir savolga o'zimiz javob beramiz. Bundan tashqari Jack Termiz avtosalonidan Jack X200 ni xohlagan modelni xarid qiling. Biz sizga bonuslar 16.800.000 so'm pul ham taqdim etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.